Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Zomin tumani axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Ahmad Lutfiy Qozonchi qalamiga mansub Qaynona asarini taqdim etadi. Qaynona. Munavvar xonim ismli beva ayol Mustafo ismli o'g'lini uylantirmoqchi bo'ladi va kelin izlay boshlaydi. Unga Amina ismli aqlli, xushli, yaxshi xonadon qizi Aminani tavsiya qilishadi. Har ikki tomonning surishtiruvi natijasida Mustafo va Amina unashtiriladi. Aminani qo'rquv bosadi. Birinchidan, oilasini tashlab ketishdan iztirobga tushsa, ikkinchidan, insonlar tomonidan miyasiga o'rnatilgan qaynona zolim, qaynona jahldor, qaynona zulmkor kabi fikrlarni tinch qo'ymasdi. Qo'ni-qo'shni bo'lmish kelinlar qaynonadan ko'rgan dard alamlarini aytaverib, qiz bechorani qo'rqitib qo'yishgandi. Bu orada har ikki xonadonning orasiga sovuqchilik solib bir-biridan aynitmoqchi bo'lgan ko'rolmos fitnachilar ham chiqib qoladi. Ammo oqil insonlar hisoblanmish Munavvar xonim va Aminaning otasi Mahmud og'a bunday qutuqlarga uchmaydi. Munavvar xonim Aminanikilarnikiga mehmonga kelganida negadir Aminaning barcha qo'rquvlari butkul tarqab ketadi. Birinchi marta ko'rayotgan bo'lishiga qaramay, o'zini Munavvar xonimning qizidek his qila boshlaydi. Bunga sabab Munavvar xonimning yuzidagi nur, iliqlik, tabiatidagi halimlik edi. Chindan ham Munavvar xonimda dunyodagi jamiki yaxshi fazilatlar, xulq-atvorlar jamlanib, siyratidagi pok nur yuziga balqib chiqqandi. Esini tanibdiki, nafsi bilan kurashib, o'zini davomiy tarbiyalab kelgan Munavvar xonim barchaga baravar hurmat qilardi. Shunday ayolning o'g'li Mustafo ham albatta tengqurlariga nisbatan ancha aqlli, tarbiyali, solih farzand bo'lib yetishgandi. Hammaga faqat yaxshilik sog'inuvchi Munavvar xonim Aminani kelin qilib olgach ham o'zini qaynonadek emas, chin mehribon onadek tutdi. Aminani o'z qizim deb qabul qildi. Aminani uxlab yotgan qaynukasi Alining ustiga bilmay qaynoq suv to'kib yuborganida bu aybni o'z bo'yniga oldi. Hech kimga Amina to'kkanini sezdirmadi. O'z o'rnida Amina ham yaxshi kelin, yaxshi qiz bo'lishga harakat qildi. Zero katta arava qayerga boshlasa, kichigi ham o'sha yo'ldan yuradi. Munavvar xonimdek aqlli, tajribali, vazmin qaynonalar bor xonadonda fayz, barakat, tinchlik, osoyishtalik, mehr-oqibat arimaydi. Munavvar xonim ham o'z o'rnida kelin bo'lgan, zulm ko'rgan, haqsizliklarga uchragandi, ammo o'zidagi yuksak odob, axloq, yaxshi fazilatlar bilan unday sinovlarni yengib chiqqan. Qaynonaga yoki kelinga zug'um qilish, azob berish, kamsitish uning tarbiyasiga, qadriyatiga, umuman tabiatiga butunlay yot edi. Chunki Munavvar xonim onalik, qaynonalikdan ham ko'ra avvalo o'zini inson hisoblardi. Insoniylikda esa hatto bir jonzotga ozor berish ham ayb sanaladi.